dedim. Aytmasang birorta o'zingdan bilib shu ishni qilmaysan. Meni nima uryapsiz dada? Bordag'ini tez kallangga sko'shtabki. Qachonlarga uchun to'g'asan? Topolmayapman dada. Mana. Dada, paket topolmadim, yo'q ekan. Yo'q ekanmi? Yo'q. Yurchi ha? Shuncha paket nima yeb qo'yibman, buni paket bo'lmaydimi? Och bo'ldingmi? Yo'q dada, ochilmayapti. Ochilmayapti, mana. Hey, odamlar bolalar borki, qo'sha zavod ochyapti. Nega qilachan? Sen bitta paketni ocholmaysan. Ha? Qachonlarga yechib bo'lasan? Tugilib qolibdi dada. Qanaqa tugilib qolgan? Mana kurmak qilib baylangan, mana. Kurmak qilib baylangan. Ochadigani qani buni? Bola bitta edi, ikkita bo'ldi endi boshimga. Ochilmayapti dada. Nimasini ocholmaysan, bu? Bu lalaku va turistchalik ochib skuch-mukojin izlab yurmaysan. Shunday qilasan, turistlar shunday kiygizasan. Bir razmeri ham bor. Zamonaviy texnologiyalar ishlab chiqarilgan. Namlikda o'tkazmaydi. Eng zamonaviy shu. Miyang tormi yo dutormi? Eshitdim men shu qo'shiqda. Dada, yana nevaralik bo'ldingiz. Bunisi egizak. Qo'yli, paketni ocholmaysiz, skuchni ocholmaysiz, lekin buyog'ini qo'yilatasiz. Mayli, hatiyam shuni yeblayapsiz-ku.